1-mart 1-smenaga tushgan savol. Mana shu misol berilgan. Bu yerda modulda x, ya'ni biror bir son butun qismi kasrda chiqishi esa kasr qismi beradi. Endi buni ishlab olamiz. Bizga mana bu asosiy joy kerak. Mana shu bilan ishlaymiz. Logaritm 0,1 ni, ya'ni bu 1 taqsim 10. 10 ni minus birinchisi degani. Shunda bundan minus 1 chiqadi. Minus 1 ni kasr qismini hisoblaymiz. Kasr qismi bu 0 bo'ladi. Demak, mana bundan 0 chiqadi. 5 ni 0 ga ko'paytirsam 0. Bu 0 ga aylanadi. Plus 7 mana bundan logaritm 5 asosiga ko'ra bundan modul chiqarganda doim butun son chiqadi. Mana bu butun son degani. Bundan ham butun son chiqadi. Butun songa butun sonni ko'paytirsam butun son, bu ham ko'paytirsam butun son. Butun sonlarni yig'indisi ham butun son. Demak, bu butun son bo'lsa, har qanday butun sondan kasr qismi chiqarganimizda 0 bo'ladi. Demak, bu misolning javobi 0.